أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد bizning bugungi darsimiz Jamil muannas salim haqida. Biz bugungi darsimizda, oldingi darsimizda Jamil muzakkar salim haqida to'xtaldik. Bugungi darsimiz Jamil muannas salim. Ya'ni biz 5 deb aytdik. Jamil ikkiga bo'linadi. Jamil tasih va jamil taksir deb jamil tasih ikkiga bo'linadi. Jamil muzakkar salim va jamil muannas salim deb ikkiga bo'linadi dedik. Endi jamil muannas salim degan nima? U qandoq jami qilinadi degan haqida to'xtalamiz. Jami muannas salim odatda biz tuniganda o'tgandek jam'i lug'at ma'nosi 2 va 2 dan ko'pni bildiruvni jam'i deymiz. Ammo grammatikada 2 dan ko'proqni bildirgan bo'lsa, uni jam'i deymiz. Alada jami muzakkar salim degan nima deydi? Desa jami muzakkar salim deganimiz kalimatun tadullu ala aksar من اثنين أو اثنتين بسبب ألف وتاء زائدة مزيدة يعني اسمن آخرها ألف وتاء qo'shilishi bilan ikkidan ko'pni bildirgan so'zni biz jami muannas salim deymiz. Demak, bir so'z jami bo'lish uchun, jami muannas salim bo'lish uchun cho'qim bu ikkidan ko'pni bildirgan bo'lish kerak va shundan birga uning orqasiga oxiriga alif va ta qo'shilgan bo'lish kerak. Ya'ni mazidatin deyishimiz mazidatayn, alifin va ta'in mazidatayn, alifin va ta'in zaidatayn deganligimizdan u ilm bilan o'ta kalimaning aslisi emas demakchi. Demak, agar u so'z jami muannas salimga shakl jihatda o'xshasimi, ammo uning oxiridagi alif bilan ta asli harf bo'lib qolsa, u jami muannas salim bo'lmaydi. Chunki biz bir so'zni jami muannas salim deb hukm qilishda alif bilan ta'ni deb olsak, mufratlik holatiga qaytsa bo'ladi. Shuningcha ba'zi so'zlar jami muannas salim, masalan, quzat desak, qazi quzat desak, quzat duat desak, jami muannas salim emasmi desa emas. Nimishqa quzatki alif asli harf bo'ladi. O zaid emas, yine asli harf bo'ladi. Chunki asl quzayatundan ya harakatga yana harakat tashlab, ya ilib to'lib quzat bo'lgan. Shunga qazi quzat, mashi mushat deyishimiz mana bu shu. Bu uniki jami muannas salim emas deyishimizning sababi buniki alif zaid bo'lmaganligi uchun. Anda savtun aswat, beytun abiyat deganga o'xshash, bintun banat degan so'zlarmi oxiri ilib tava, bintun banatda oxiri ilib tava, unda o'sha banat degan so'z jami muannas salim emasmi deganda jami muannas salim emas. Nimishqa uningdagi ta asli ta u zaid emas, asli bintun de savtunning jamisi bo'lgan asvat, asvat jami muannas salim emasmi, oxirida ilib bilan taba asvat deganda ma'nosi jami ma'noni bildiradi. Ko'plik ma'noni bildiradi. Ovozlar degan ma'noni bildirgan bilan jami muannas salim emas bunisi emas. Nimishqa? Chunki asvatki alif zaid bo'lgan bilan ta asli ta chunki jami muannas salim bo'lish uchun alif bilan ta zaid bo'lgan bo'lish kerakdi. Shu jami muannas salim degan bo'lmaydi. Ammo muslimatun desak-ku, muslimatun desak, uningki o jami muannas salim. Nimishqa? Uningdagi ta bilan alif zaid. Chunki muslimun asli muslimatun alif bilan ta u yerda zaid ulabga qo'shilg'achqa, shunga bu jami muannas salim deb ataymiz. Jami muannas salim bo'lish uchun oxiriga alif va ta qo'shilgan bo'lish kerak. Agar jami muannas salim shaklda kelgan bo'lsa-mu, uningdagi ta bilan alif asli harf bo'lib qolsa, ikkisining birisi asli bo'lib qolsa, yo ikkisi asli bo'lib qolsa, ikkisining birisi asli bo'lib qolsa, bu jami muannas salim bo'lmaydi. Amvat deganga o'xshash, asvat deganga o'xshash, abiyat deganga o'xshash, banat deganga o'xshash, quzat deganga o'xshash, duat deganga o'xshash. Buni bularda quzat duatda ilib. Asli tazaid, asvat, amvat, abiyatda bunida ilib zaid ta asli bo'lg'achqa bu jami muannas salim deb qaralmaydi.
Anda olsa biz bir ismini cemi ve nesalim tariqasida cemi qilinish uchun qanday qilamiz deganda biz cemi ve nesalim tariqasida bir ismni cemi qilinish uchun oxirida agar muannasning ta'si bo'lsa muannasning ta'sini olib tashlayotgan lekin andin uni oxiriga il bilan o'qishimiz. Masalan muslimatun deganni musulmon ayol degan muslimatunni cemi qilmoqchi bo'lsak u chaqda muslimatun degan ta'ni ilib etib il bilan ta'ni o'qishimiz muslimatun bo'ladi. Endi muallimatunni qilmoqchi bo'lsak muallimatun bo'ladi. Ta'ni ilib etib bo'lgandan keyin il bilan ta'ni qo'shimiz. Atun demak unda bo'lsa oxiriga il bilan ta qo'shiladi atun bo'ladi. Endi buning hukmi qanday bo'ladi? Yine desak cemi muannas salim baş kilish holati zamm bilan bo'ladi. Tushum kilish va igilik kilish holati kasra bilan bo'ladi. Masalan biz bir so'zni qarasak jaat muslimatun ra'aytu muslimatan sallamtu ala muslimatin bo'ldi. Endi buni cemi muannas salim qilgan vaqtimizda jaat muslimatun ra'aytu muslimatin sallamtu ala muslimatin bo'ladi. Anda bo'lgandan keyin bu jaat muslimatun jaat fi'l muslimatun fa'il marfu alamatur raf'i ad-damma az-zahira. Ra'aytu muslimatun da ra'a fi'l fa'il muslimatun maf'ulun bi mansub alamatun nasbi al-kasra niyabatan anil-fatha deb qaraladi. Sallamtu ala muslimatin da muslimat ala huruful jar la mahallaha min al-i'rab muslimatin majrur alamatul jar al-kasra deb qaraladi. Shunlashqa bu marfu bil-zam mansub bil-kasri va majrur bil-kasri deb qaraladi. Yani zammi bilan boshqa ishlab keladi, kasri bilan igilik ishlab keladi va kasri bilan tushum ishlab keladi. Tushum kirishga kasri fathaga niyobatan kelgan bo'ladi deb qaraymiz. Shu musannif rahimahulloh bu haqda bunday qaydi. Wa ma bita va alifin qad jumi'a yuksaru bil jar va bin nasbi ma'a. Alif va ta bilan jami qilingan so'z igilik kilish holatida va tushum kilish holatida birga kasr o'qiladi. Ra'aytu muslimatin sallamtu ala muslimatin demakchi. Amma endi cemi biz bugun darsimizda o'tganda ism cemi muannas salim tariqasida ism cemi muannas salim tariqasida cemi qilinishi ilibta bilan cemi qilingan o'xshash cemi muannas salim mo ishga bo'ladi. Cemi muannas salim haqiqiy mulhaq bi cemi muannas salim bo'ladi. Mulhaq bi cemi muannas salim. Ve shundaqla yine cemi muannas salimning labzida cemi mulhaq bi cemi muannas salim bo'lgan ismlar ve mulhaq bi cemi muannas salim bo'lgan ismlar ve cemi muannas salim bo'lgan ismlar muannasga ya muzakkarga alam qilib mufradning o'rnida ishlatiladigan ahvollar ham bor. Biz tuvandagi baytda buni ko'rib o'tamiz. Kaza ulatu wallad isman qad ju'il ka azru'atin fihi za ayzan qubil. Ulat mu ashunga o'xshashdir. Yine marfu bil-zam mansub ve majrur bil-kasra. Ulat mu ashunga o'xshashdir. Ve azru'atga o'xshash ism qilinganlari mudmu mushqit i'rob qabul qilindi deydi. Kaza ulat ulat ashunga o'xshash xuddi shu muslimatga o'xshash muallimatga o'xshash keladi ular. Ya'ni masalan ulatul hamli davomli izofatlar shakllanadi. Masalan haulai ulatul hamli ra'aytu ulatul hamli sallamtu ala ulatul hamli deganga o'xshash ulat shu holatda igilik ishlab va tushuntirish holati kasr bilan keladi, boshqa holati zam bilan keladi.
buni mulhaq bi jami muannas salim deymiz ularni. Nima buni mulhaq bi jami muannas salim deymiz? Chunki buning o'z lafzidan mufridi yo'q. Biz bir narsa haqiqiy jami ulash uchun mayli o jami muzakkar salim bo'lsin, mayli o jami muannas salim bo'lsin, haqiqiy bulash uchun cho'qim o'z lafzidan mufridi ulash kerak. Ularning o'z lafzidan mufridi yo'q. Shunlashib biz ularni haqiqiy jami muzakkar salim demi, jami muzakkar salim qatoriga qo'shilib ketgan ism deymiz. Vallazi isman qad ju'il ka'azri'atin fihi za'izan qubil. Endi azra'atga o'xshash ismi alam qilinganlarda mush iborat qabul qilindi, mush i'rob qabul qilindi azra'at. Endi bu nima maqsad qilinadi deganda azra'at bu odatda zira'ning ko'pligi azri'a keladi. Zira'ning ko'pligi azri'atunning ko'pligi azri'at deb jami qilingan. Azri'atunning ko'pligi azri'atun, asli zira'un. Zira'unning ko'pligi azri'atun deb jami qilingan. Azri'atun jami muannas salim shaklida azri'at deb jami qilingan bo'lib, bu jami muannas salim bo'lib, bu azri'at degan jami muannas salim hozir Şamdagi bir shaharga ism qildi. Azri'at shahri deymiz buni. Azri'at shahri. Endi demak biz bayon dedik, muslimat degan so'z, muslimatun degan so'z bir odamga alam qilinsa, bir odamning ismini muslimatun deb qo'ysa, muslimat deb qo'ysa, yoki bir ayolning ismini muslimat deb qo'ysa, yoki bir erning ismini muslimat deb qo'ysa, yoki ma'lum bir joyning ismi muslimat deb atalsa, mana bu jami muannas salim shaklda tushuntiriladi deydi. Shunga azroatga o'xshash bir shaharning ismi azroat, Muşunda ismi azroatga o'xshash ismi alam qilinganlardimi mushkil i'rob qabul qilindi degan gap marfu alati zammi bilan bo'ldi, mansub va majrur alati kasri bilan bo'ldi demakchi. Masalan, azroatni ko'rsak haulay hazihi azroat yoki masalan ra'aytu azroat azhabu ila azroat deganga o'xshash bo'ladi. Buningki marfu alati azraatun, nasblik alati azraatin, jarlik alati igilik inshoatimi azraatin manda holat ishlatiladi. Mayli bir ism haqiqiy jami muzakkar salim shaklidagi ism bo'lsa azraatga o'xshash yoki mulhaq bi jami muannas salim bo'lgan ism bo'lsin, bu ismi alam qilingan, ujar ismi alam qilinsa o vaqtda o jami muannas salim i'rob bilgandek marfu bil vav, marfu bil zamma, mansub va majrur bil kasr bilan i'rob biladi demakchi. Endi tuvanda bizning ko'makchi o'g'limiz i'robu ma la yansarif. I'rob ma la yansarif. Yine ma la yansarif g'ayri munsarifning i'robiga to'xtalamiz. Endi ma la yansarif degan nima desa, yansarif, ya'ni munsarif deymiz. G'ayri munsarif, munsarif va g'ayri munsarif. Munsarif ma'nahu munawwan. G'ayri munsarif, g'ayri munawwan. Ya'ni ma la yansarif tanwin o'qiladigan ism va tanwin o'qilmaydigan ism deb ikkiga bo'linadi. Ism biz degan munsarif va g'ayri munsarif deb bo'ladi. Munsarif deganimiz tanwin o'qiladi va ikki xil holatda andin u eglik qilishlar keladi. Nima kasr o'qiladi, bo'lmasa eglik qilish holati fatha bilan bo'ladi buniki. Biz mushuni ko'rib o'tmoqchi, ammo men g'ayri munsarifdan tafsiri maxsus uni o'z oldiga mustaqil bir bobi bor. Masalan, g'ayri munsarif bir so'z, g'ayri munsarif bo'lish uchun 9 sababdan ikki sababni o'ndirgan bir sababda bilish kerak yoki ikki sababda bilish kerak degan bu haqda biz inshaalloh o'z bobi to'xtalamiz. Bugungi ya'ni niyobatan harakatlar bilan so'zga harakat berilish haqidagi temada to'xtalib ketyapmiz. Va jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yuzab aw yakub ba'da al radib. G'ayri munsariflarni fatha bilan ilgili kilish keltiring. U g'ayri munsarif muzab bo'lmagan bo'lsa yoki ilif lam qo'shilib kelmagan bo'lsa, ilif lamga agishib kelmagan bo'lsa, aw yakub ba'da al radib, radib ma'nahu tabi'a.
Tabi'a degan ma'noda bo'ldi. Shunga g'ayrimunsirib mu boshqa masalan g'ayrimunsiribdan biz Ahmad degan so'zni misolga olsak, jaa Ahmadu ra'aytu Ahmada marartu bi Ahmada demakchi. Demak, g'ayrimunsirib fatha bilan ilgili ishlab keladi. Asıl marartu bi Ahmada bergen bu yani sallamtu ala Ahmada aladin kim kelgan so'z ilgili ishlab ketdi. Lekin bu yer aladin kim kelgan so'z ilgili ish alamati bu yer kasra. Masalan, sallamatul tufayl ala huruful jar Ahmad majrur alamatul jar al fatha niyabatan anil kasra deymiz. Şu an g'ayrimunsiribga ilgili ish alamati fathalık bu fatha kasrdan naib bo'lib kelgan deb qaraymiz. Ammo mujunda g'ayrimunsirib ning ig'lik qilish holati niyobatan fatha bo'lish uchun g'ayrimunsiribning ig'lik qilish alomati niyobatan fatha bo'lish uchun ala Ahmad deganga o'xshash chuqum bu ikki narsadan xoli bo'lsin. Biri chuqum bu muzab bo'lmas kerak ve iliplam onun qo'shilmasi kerak. Ama muzab bo'lib qolsa yoki uningga iliplam qo'shilib kelsa, ama bu ism bu chaqda oshkora kasr bilan ilgili ishlab kelaveradi. Masalan, muzab bo'lgani kelsak, jaa ahmadukum ra'aytu ahmadakum sallamtu ala ahmadikum deganga o'xshash Müşnak hareketler bilen i'rab berilgan ahvallar bulunur. Yoki laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Buni mishada ahsan degan bu g'ayrimunsirib muzab bo'lganligi uchun kasr o'qilib qo'yadi. Igrik ishlab qo'yadi, oshkora kasr bo'ladi. Masalan, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim degan fi huruful jar ahsan majrur alamatul jar al kasra ahsan muzab taqvim mudafun ilay deb qaraymiz. Yoki wala tubakiruhunna wa antum akifun fil masajid. Ana masajid degan asl g'ayrimunsirib. Masjid jami'i masajid bu siyg'a mutahal jumu g'ayrimunsirib. Lekin fil masajid deb ilgili ishlab fi huruf jar al masajid uningki majrur alamatul jar al kasra. Çünkü onun iliplam qo'shiladi. Demak, fil masajidin ilgili ishlab kelish sababi nimishqa kasr o'qildi, g'ayrimunsirib degan zir o'qilib qayerda zibar o'qilibdi, g'ayrimunsirib degan zir o'qilib qayerda zibar o'qilib, shu zibar zirga naib bo'lib ketdi desak, chunki bu yerda al masajid deb iliplam qo'shilib kelgan. Fi ahsani taqvimda nimishqa ahsani bu yerda oshkor kasr o'qildi desa, chunki bu muzab bo'lib kelgan. G'ayrimunsirib oshkorib kasr bilan ilgili ishlab kelish uchun cho'qim u ya muzab bo'lsin yoki iliplam qo'shilsin. Ammo muzab bo'lmaganda yoki iliplam qo'shilmagan chog'da g'ayrimunsirib zir o'qilib qo'yadi, zibar o'qiladi, uningdagi zibar zirga naib bo'lib kelgan deb qaraymiz. Endi g'ayrimunsirib deganlikning o'zi tanun o'qilmaydi deganlikni ko'rsatib turadi. G'ayrimunsirib degan gap tanun o'qilmaydigan ism, ya'ni nullashmaydigan ism degan bo'ldi. G'ayrimunsirib bo'lgan ism nullashmaydi. Endi arab tilida nullashmaydigan nurg'un ismlar bor. Buning qatoridan birisi muzab bo'lgan ism nullashmaydi, tanun o'qilmaydi. Ikkinchi birisi iliplam kirgan ism nullashmaydi. Uchinchisi g'ayrimunsirib nullashmaydi. Dördüncüsü tesni isim nullashmaydi. Beşincisi cemi muzakker. Cemi muzakker salim tarafı cemi kılıngan isim nullashmaydi. Yani tanun okulmaydigan isim biz der 5 türlüğünü söyledik. Birincisi cemi muzakker salim tanun okulmaydi. Tesni isim tanun okulmaydi. Mesela kitabani deganga o'xshash, muslimuna deganga o'xshash. Endi bir muzab bo'lgan ism tanun okulmaydi. İliplam kirgan ism tanun okulmaydi. Beşincisi g'ayrimunsirib bo'lgan ism tanun o'qilmaydi. Mishada o zir o'qilgan bilan ama tanun o'qilmaydi. Masalan fi ahsani taqvim ilgili ishlab keldi kasr bilan, lekin tanun o'qilmaydi. Fil masajid ilgili ishlab keldi kasr bilan, lekin zir o'qilmaydi. Shuning ismini g'ayrimunsirib deb ataymiz. Nullashmaydigan ismlar deb atishimizning sababi mana shu. Endi yana shu uning bosh kelish alomati aşkar damme olmaydigan, tushunkish alamati aşkar fatha olmaydigan, ilgili qilish alamati aşkar kasr olmaydigan, jazmlik holda aşkar sakin bo'lmaydigan
sözlerinin qatarıdın tüvende biz ef'alul hamsa naqqa to'xtalamiz. Hozir biz to'xtalmoqchimiz i'robu ef'al al hamsa. 5 filning i'robi. Arab tilida 5 fil deydigan bir gap bor. 5 fil. Ef'alul hamsa. 5 fil degan nima desa, bu 5 fil agar fil muzari maqsad qilinib, bu fil muzarining oxirida yoki ani, yoki una, yoki ina kelgan bo'lsa, bu 5 fil bo'ladi. Masalan, bu 5 fil yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Masalan, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Endi yaf'alani desak, 5ta oxirida ana elipsning qo'shildi. Yaktubuna desak, vovul jamoa qo'shildi. Taktubina desak, ya'ul muxotaba qo'shildi. Shu af'al khams degan nima desa, af'alul khamsa idza tasilat fi oxirih elipsnayn vovul jamoa ya'ul muxotaba. Mush 3 dana elipsnayn yoki vovul jamoa yoki ya'ul muxotaba tutashgan filning ismi 5 fil deb ataladi. Endi bu 5 filning cümle bu başkiriş alametinden buludu, şümkiriş alametinden buludu, iyilik alametinden buludu. Biz 5'te bir kısmını dep boğan, yeni bir kısmını dep bütümüz. Bu fillanın alameti raf'i subutun nun, yef'alani, yef'aluna, tef'alina degen görsen, subutun nun, alameti raf'i subutun nun. Ama alameti nasbi vel cezme hazbun nun buludu. Hazbun nun. Mesela adette misal koysak et-talibani yazhabani ilal madrasa desek et-talibani mubtada yazhabani ilal madrasa haber oludu. Bu yazhabani fil muzari merfu nimişki başka işlep kelgan desa uning beshida bu yerda xabar bo'lganlik uchun boshqa ishlab kelgan demaymiz biz bu yerda. At-talibani yazhabani ila al-madrasada at-talibani mubtada marfu alamat rafi alif isnayn alif لانه اسم المثنى. Dedi ama yazhabani ila al-madrasa fil muzari marfu. Fil muzari marfu boshqa ishlab kelgan fil muzari dedik. Onun boshqa ishlab kelgan fil muzari rafi o'qilgan fil muzari deyishimizning sababi u mubtadaning xabari bo'lganligi uchun emas. Biz bu yerda mubtadaning xabari bo'lganligi uchun boshqa ishlab keldimiz. Uning beshiga adatul nasbi va adatul jazmi ilgari bo'lmaganligi uchun ondan boshqa ishlab keldimiz. Fil muzarining beshiga harfin adatul nasbi yoki adatul jazmi. Jazm o'qitish vositasi yoki nasb o'qitish vositasi ya jazm o'qitish vositalari uningga beshiga kirmasa, u chog'da u boshqa ishlab kelgan bo'ldi. Shunga yazhabani fil muzari marfu alamatul raf'i subutun nun, yaf'alani fil muzari marfu alamatul raf'i subutun nun, fa'il alif isnayn, fa'il alif isnayn bo'lib fi mahalli raf'i fa'il alif isnayn fi mahalli raf'i fa'il bo'lib ila al-madrasa yazhabana mutaalliq ila al-madrasa yazhabana mutaalliq ila yazhabani ila al-madrasa degan fiil, fa'il, ila al-madrasa al-jar wal majrur hamma qo'shilib jumla fi mahalli raf'i xabar. Biz uni jumlani fi mahalli raf'i xabar, jumla xabar bo'lg'achqa biz buni fi mahalli raf'i xabar deb bunda qaraymiz. Shunga endi bu 5 bildigimiz bu shu. Masalan at-tullabu yazhabuna ila al-madrasa desak, mana bu yerda buni raf'li kalomati subutun nun. Endi nasb va jazmli kalomati shu at-taliba mesela at-talibani lan yazhaba ila as-suq desak şeyde nasbli kalamda hazbun nun. At-talibani lam yazhaba ila as-suq desak jazmli kalamda çünkü lam keldi lam adatul jazmi jazmli kalamda hazbun nun. Şunga o'xshash hammasi o'xshaydi misollarni keltirsak har bir misol shuning o'zida mushnaq ma'noda. Masalan at-talibatu nima? Anti tazhabina ila al-madrasa
desek anti tezhabina ilal madrasa desek tezhabina fi'l muzari marfu alamat rabbi subutun nun. Lan tezhabi desek lan harf nasba la mahalla min al-i'rab tezhabi fi'l muzari mansub alamat an-nasb hazfun nun. Lam tezhabi desek lam harful jazma tezhabi fi'l muzari meczum alamatul jazma hazfun nun deb qaraymiz. Endi lan tezhabu desek lan harfi nasba la mahalla min al-i'rab tezhabu fi'l muzari meczum alamatul jazma hazfun nun. Lan tezhabu desek lan harfi lam tezhabu desek cezmin kelameti hazfun nun. Şuna beş bil bunun alamettir rafi subutun nun. Bu beş bil alametun nasbi vel cezmi hazfun nun deb qaraymiz. Musannif rahimahullah vaqti mundaq deydi. Vec'al li nahvi yef'alanun nuna rab'an ve tad'ina ve tes'aluna ve hazfuha lil cezmi ve nasbi sima kelem tekuni li terumi mezleme. Yef'alanının o'xshashlari yef'alani ve tad'ina ve tes'aluna'nın o'xshashlari uchun nunni baş girish alomati qilib turing. Vec'al li nahvi yef'alan yef'alanning o'xshashlari ve tad'inning o'xshashlari tes'aluna'ning o'xshashlari nima shu besh pil demakchi ahırda anı onu inek egen müşbirlarının okşaştırı için nunni aşağıda nunның bikip gelgenligini subutun nunni rab'i kılın deydi. Yani aşağıda nunның sabit bulap turuş haltını başkilişten alamet kılın. Subutun nun alamet rab'i'den ve hazfuhu lil cezmi ve nasbi sima. Bu nunның taşlanğallığı cezmelik ve nasbeliknin alametidir. Simetun ma'nahu alametun. Hazfuha lil cezmi ve nasbi simetun. Şu nunның taşlanğallığı yef'alanidik nunның, tad'inadik nunның, tes'alunadik nunның taşlanğallığı lil cezmi kisk problemik egelliknin ve nasbi şümkiriştik egelliknin alametidir. Bu sizin lem tekuni li terumi mezleme degan sözümüzge o'xshaydi. Şunun misali bir kelam tekuni li terumi mezlemede şunun misalu zalik degan mubtada tashlangan misalu zalika degan bir mubtada tashlandi. Misalu zalik lem tekun ka qawlika lem tekuni li terumi mezleme degan bo'ldi. Şunun misali sizning lem tekuni li terumi mezleme. Siz qat'iy zulm talab qilmadingiz, zulm qilishni talab qilmadingiz degan bo'ldi. Endi lam takunudagi lam takunudagi lam harful jazma takuni fil mujal majzum alamatul jazma hazfun nun asl takunin li tarumdagi lamul juhud ina inkarning lami odatda lamul juhud degan makana lam yakundan xabar etildi. Makana lam yakun. Qat'iy degan bo'ldi. Tak ma'nosi paydo bo'ldi. Li tarumidagi tarumi lamul juhud tarumi fil muzari mansub bi muqaddara an muqaddara badab qaralgan asharki bir an bilan tushuntirishib kelgan alomatun nasbi hazfun nun deb qaraymiz. Mana bu i'rabu amsilatul khamsa. Yani 5 tane filnin misallarının ahvalı hakkında to'xtaldik. 5 fil mushaqqi buludu. Yani Arab tilida af'al al-khamsa uqas oldu. Af'al yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina mush 5 fil oldu. Endi bununki ahvalini ko'rib o'tdik. Navbatda bizning ko'rib o'tmoqchi bo'lganimiz ismlar, shu oxiri illallik bo'lgan ismlarning i'roblari qanday bo'ladi? Haqqa to'xtalamiz. Ya'ni bizning hozir to'xtalmoqchi bo'lganimiz ismul manqus va
ismul maqsur haqida to'xtalamiz. Demak, bizni hozir ko'rib o'tganmoqchi o'g'lim, i'robul mu'tal min al-asma ismlardan illatlik bo'lgan ismlarning i'robi haqida to'xtalamiz yine. İsmul maqsur ve ismul manqus. Endi ismlarning i'robi yoki zahiran bo'ladi. Beşte biz bunda bo'lgan zahiran bo'ladi yoki i'robi taqdiran bo'ladi yoki mahallan bo'ladi. Bunun i'robi yoki bir so'zning i'robimiz yoki mahallan marfu deymiz yoki muqaddam taqdiran marfu deymiz yoki zahiran marfu deymiz. Mesela Ja'a haza bu keldi desek haza degan bu sözün i'robini biz mahallan marfu deymiz. Ja'a fiil haza fa'il marfu alamet rafi fi mahall rafi fa'il deymiz. Mahallan marfu mahallan deymiz. Endi yoki zahiran deymiz. Ja'a Muhammadun desek Muhammadun fa'il marfu alamet rafi ad-damma az-zahira zahiran zamma deymiz. Endi yoki biz odatda taqdiran deymiz. Ja'a Musa desek Musa fa'il marfu alamet al-zamma al-muqaddara deb qaraymiz. Shuni biz navbatga o'rgatmoqchi bo'lganmiz. Ism maqsur va ism manqus haqida to'xtalamiz. Unda da ism maqsur degan nima va ism manqus degan nima degan haqida to'xtalamiz. Al-ismul maqsur ismun mu'rabun. Al-ismul maqsur ismun mu'rabun fi akhirihi alifun lazimatun. Demek isim maqsur degan o isim mu'rab ahirda alif lazima va alif lazima bo'lish kerak. Unda da ism masalan asa deganga o'xshash, raha deganga o'xshash. Chuqum ism odatda ism maqsurlar mu'rabning qatoridan keladi. Ismun dedik. Endi ism maqsurga ismun deganimizdan kilamas, harf emas degan bo'ldi. Mu'rab deganimizdan mabni chiqadi. Endi odatda mabnilarning oxirida ilib bo'ladi. Masalan, haza desak, o oxiri ilib bor, lekin o mabni bo'lg'achqa bizning bu sohaga kirmaydi. Bu temaga kirmaydi. Unda bo'lsa, ismun mu'rab fi oxiri alifun lazima dedik. Oxirida bu yerda zaid bo'lmagan alif bo'lish kerak. Agar zaid bo'lgan ilib bo'lsa, bu ism maqsur bo'lmaydi. Masalan, zaydani az-zaydani desek, al-kitabani desek ahiri alif ba. Lekin bu isim maqsur emas. Mesela kitaba Muhammedin desek kitaba Muhammedin. Kitabanın ahiri alif ba. Ama bu isim maqsur emas. Çünkü bununki alif asliye emas, zaide bo'lganligi uchun. Şuna alifi gayr lazime. Yani şu bu qalsa uca lazım bo'lmasa, asli bo'lmasa, zaidlab qalsa, ucada o ism maqsur olmay qolib qoladi. Şuna ism maqsur ahirda asli bo'lgan, ilib bo'lgan ismlar, mustashbaga o'xshash, mustafaga o'xshash, mana ismlarga o'tibdi. Ammo ism manqus degan nima deganda ism maqsur, manqus ismun mu'rabun fi akhirihi ya'un fi akhiri ya' yani ismun mu'rabun fi akhiri ya'un lazima fi akhiri ya'un lazima gayr mushaddada yani biz bunu texmi ta'rifat qilgan vaqtimizda ism manqus deganimiz ismun mu'rabun fi akhirihi ya'un fi akhiri ya'un gayr mushaddada ma qabli kasra. Oldi kasr o'qilgan, tashchit o'qilmaydigan asli bo'lgan ya bar ism. Ism manqus uchun cho'qim ism. Masalan, nimaga o'xshash? Al-qazi, al-hadi deganga o'xshash ismlarni ism manqus deymiz. Ar-rami, ad-da'i deganga o'xshash ismlarni ism manqus deymiz. Endi mushu ismlarni mush ismlarni biz odatda ism manqus deykan mu'rab dedik.
Mu'rab. Agar mu'rab degan gapdan mabni chiqadi. Agar bo'lmasa, u chaqda allazi, allatiga o'xshash ismlarni mulab qoldi. Ism manqus degan hukmga kirib qoldi. Shon mu'rab degan gapimizdan mabni chiqadi. Fi oxirihi ya'un g'ayr mushaddada. Uning oxirida tashdid o'qilmaydigan ya ba ma qabla kasr. Uning oldi kasr o'qilgan, u yaning oldi kasr o'qilgan edi. Endi oxirida tashdid o'qilmagan ya var. Masalan kursiyun desak, oxirida ya va kursiyun. Ism manqus mu desak, ya kursiyun ism manqus emas. Haza kursiyun, ra'aytu kursiyan, ishtiraytu bi kursiyin deganga o'xshash. Masalan mushdalaqa nasb jarlikada oshkora holatda keldi. Harakat bilan yoki harf bilan ya muqaddar bo'lmaydi irobi. Shunlashqa bu yerda biz ismun mu'rab degandan mabni chiqadi. Allazi allatiga o'xshash. Ya'un g'ayr mushaddad degandan tashdidli ya'lar chiqadi. Tashdidli ya'lar. Chunki kursiyga o'xshash. Endi ma qabla kasra u ya'ning oldin qarab kasr qilsin deganimizdan masalan kasr qilmay ya ham tashdid qilmaydigan zabiyun degan o'xshash ismlar bor. Unda zabiyun, hadiyun degan ism maqsurmi oxiri ya keldi. Ya tashdid o'qilmadi. Masalan zabiyun desak, zabiyunning oxiridagi ya asli. Ya'un lazimatun g'ayr mushaddada ma qabla kasri. Cho'qim zabyundagi yamu asli. Ya asl. Buni zabyunning oxirida ya va bu ya lazima asli ya g'ayr mushaddada. Zat ta'kid o'qilmag'liq. Ammo ma qabla kasra degan yerda chiqib qoldi. Uning oldi kasra qilsin degan zabyunning oldi kasra qilmay, oldi sukun o'qilib qoldi. Unda zabyun bu ism maqsur emas. Zabyun qandaq ism, zabyun, dalun o'xshash ismlarni biz mulhaq bi ismi sahih deymiz, bi ismi salim deymiz. Bi ismi salim. Salim bo'lgan, sog'lom bo'lgan ismlarga o'xshib ketgan, shu qatara qo'shilgan ism deb qaraymiz biz buni. Shunlashqa ism manqus degan mana shunga o'xshaydi, yuqori o'xshaydi, ko'rsatib turadi. Unda bo'lsa, biz misol ko'rsak, endi ism maqsur degan nima? Ism manqus degan nimaga haqida to'xtalib bo'ldik. Ism maqsur bilan ism manqusning bosh kelish alomati qanday bo'ladi? Tushuntirish alomati qanday bo'ladi? Egalik qilish alomati qanday bo'ladi degan haqida to'xtalamiz. Ism maqsurning barliq holatlarining i'robi taqdiran bo'ladi. Masalan, Mustafa desak, Mustafa ism maqsur oxirida asli ilib bor. Masalan, jaa Mustafa yoki haza Mustafa, ra'aytu Mustafa, sallamtu ala Mustafa. O'xshash. Mana. Endi haza Mustafada Mustafa xabar marfu alamat rafi az-zamma al-muqaddara ala al-alif. Ra'aytu Mustafa. Mustafa maf'ulun bi mansub alamat nasb al-fatha al-muqaddara ala al-alif. Alif ustida ba'dab qaralgan fatha bo'ldi. Endi sallamtu ala Mustafa'da ala huruful jar, Mustafa majrur, alamatul jar, al-kasra, al-muqaddara ala al-alif. Alif ustida ba'dab qaralgan kasra, alif ustida ba'dab qaralgan fatha, alif nima? Alifning ostida alifda ba'dab qaralgan kasra. Alifda ba'dab qaralgan kasra, alifda shara ba'dab qaralgan zamma, alifda ba'dab qaralgan fathalar bilan Rabbi nasb jarlik oldi mana mushtaqa ism maqsum. Ammo ism manqusning qanday bo'ldi deganda ism manqusning marfu va majrur holati taqdiran i'robildi. Masalan, haza jaa al-qadi, ra'aytu al-qadiya, marartu bil-qadi. Jaa al-qadi da jaa fi'l fa al-qadi fa'il marfu alamat ar-raf'i ad-damma al-muqaddara ala al-ya. Yada ba'dab qaralgan zamma boshqa alamati bo'ladi. Ra'aytu al-qaziyada, ra'aytu fi'l to fa'il, al-qaziya maf'ulun bi mansub alamat an-nasb al-ya. Al-qaziya maf'ulun bi mansub alamat an-nasb al-fatha az-zahira ala al-ya. Yadiki ashkara fatha nasbga tushunilish alamati bo'ladi. Marartu bil-qazida ba huruful jar
el-qadi mecrur alametul cer bil-qadideki bağrutul cer el-qadi mecrur alametul cer el-kesre el-mukaddere el-ya. Ya'da badep qaralgan kesri oludu. Demek biz bunundan kırıp aldık ki isim manqusning baş kilish holati ve igilik kilish holatida alametler takdirlen badep qaraldı. Shun kilish holatida zahiren aşkar fetha bilen shun kilishlar keladi. Bunu gördük. Bu haqda endi biz Musannif rahimahulloh mundaq deydi. Ve semmi mu'tallan minel esma'i ma kel mustafa vel murtaqi mekarima fel evvelul i'rabu fihi kuddira cemi'uhu ve huvellezi kad kusira ve sani menkusun ve nesbuhu zahar ve rab'uhu yunva keza eyzen yücer. Mana bulardan ibaret. Şu üç beytta Musannif rahimahullah bizge ism maqsur bilan ism manqusni tushuntirib bergan bo'ldi. Biz buni dalil sifatida o'tirib qo'yamiz. Siz ismlardan Mustafaga o'xshash, murtaqi, makarimaga o'xshashlarni mu'tal ism illatlik ism deb atang. Biz beşte qo'ygan ism ikkiga bo'lingan ismi mu'tal, ismi sahih deb. İsmi sahih üçge bo'linadi degan. İsmi sahih üçge bo'linadi. Sahih deganimiz arab so'zini uchun bo'lgan oxirlar billat kamigan bo'lsa sahih ismning endi menda hozir mu'tal deganimiz shu oxirida Mustafaga o'xshash alif kelgan. Yani mu'taldan murad, mu'taldan ism maqsurdan ism manqus murad. Mu'taldan ism manqus. Şu ismlardan Mustafaga o'xshash murtaqi, makarimadagi murtaqiga o'xshashlarni illatlik ism deb ism qo'ygan bunga. Birincisi fal avvalul i'rabu fihi quddira jami'uhu. Birincisi Mustafa, birincisi maksat Mustafa. Mustafa'dan ibaret birincisikin i'rabi onun türlüş alametlerinin hemmisi badep qarlıdır. Fal avvalu i'rabu fihi quddira jami'uhu. Birincisi olan Mustafa'daki i'rab türlüş alametlerinin hemmisi onun da badep qarlıdır. Ja'a Mustafa, ra'aytu Mustafa, marartu bi Mustafa diyor. Ve huwellezi qad qusira. O mana ismi mahsurdur ve o birincisi bir narsiki qusira qisqartildi deydi. Nemidan to'xtildi? Oshkorda o mana birincisi to'xtildi o. Qasr qilingan to'xtilgan dedi. Nemidan to'xtildi degan vaqtimizda oxirida harakatni oshkora qabul qilishdan to'xtildi. Oxirida zibar, zir, pashning oshkora talaffuz qilinishidan to'xtildi. Çünkü buni ism mahsur oxirida zibar, fatha, kasr, dammeler talaffuz qilishdan to'xtilgan ism dedik. Ve sani manqusun ve nasbuhu zahar ve rab'uhu yunva keza eyzen yücer. İkincisi yine murtaqi, makarima isil urullarga örlügüçe erişkiçi dedik. Murtaqi olan ikincisi manqustur. Bunun ismi ism manqus. Ahiri harfi illet boğanlıktan kıskartılgan naqis, ahirda naqislik ba harfi illet boğan isim. Ve nesbuhu zahar. Onun düşünkiliş altında düşünkiliş alameti aşkara. Mesela ra'aytu qaziyan yak ra'aytu el-qaziya degan o'xshash nesbuhu zahar. Onun düşünkiliş altı aşkara. Ve rabbuhu yunva. Yunva ma'nahu yuqaddar. Onun başkiliş altında başkiliş alameti, Rabbilik alameti badep qarlıdı. Keza eyzen yücer ve iyilik kiliş altımı hem aşının qo'xshash badep qarlıdı. Ve keza eyzen yücer ve hem o aşının qo'xshash iyilik kiliş keltirildi. Deganimiz xuddi başkiliş alameti başkiliş alameti badep qarlıdı. Ja'a el-qazi degan qo'xshash iyilik kilişi altımı ağaçının qo'xshash iyilik kilişi keltirildi. İşimiz marartu bil qazi degandek buningda mı kasri badep qarlıdı deb qarlık. Mana bu yuqoridagi ismning ism manqus ve ism maqsur holatlarini ko'rib olamiz. Endi tuvanda biz ko'rmoqchi bo'lganimiz
fe'l oxirida fe'l sahih va fe'l mu'tal deb biz ikkiga bo'lib olgan. Biz navbatda fe'lul mu'talning i'robi va uningki ta'rifatlariga to'xtalamiz. Al-fi'lul mu'tal. Ma huwa fi'lul mu'tal? Fe'l mu'tal degan nima? Qanday fe'lni biz fe'l mu'tal deb ataymiz? Ve bunun başka bir haltı qanday bo'ladi, tushuntirish haltı qanday bo'ladi ve ig'liklish haltı qanday bo'ladi deganga to'xtalib vaqtimizda fi'lul mu'taldan murad arab fa'il lamdiki lamning barobarida u kelgan bo'lsa, mush yerdagi murad biz hozir to'xtalmoqchi bo'lgan fi'l mu'taldan murad arab so'zida o'lchangan fa'il lamdiki fa'aladiki lamning barobarida u kelgan yoki alif kelgan yoki ya kelgan bo'lsa bu fe'lni fe'l mu'tal deb ataymiz. Masalan, yad'u desak yaf'alu lamning barobarida u keldi. Yaxsha desak yaf'alu lamning barobarida alif keldi. Yarmi desak yaf'alu lamning barobarida ya keldi. Mushuna o'xshash fe'llarni fe'l mu'tal deb ataymiz. Endi mushu fe'l mu'tallarning başkirish alomati qanday bo'ladi, başkirish ahvoli qanday bo'ladi, başkirish va tushuntirish holatida qanday ahvollar bo'ladi va jazmlik holati qanday bo'ladi. Endi buni ig'liklish holati degan gap bo'lmaydi bunda. Shu jazmlik holati qanday bo'ladi desak, endi alif bilan kelganda nasiya yansaga o'xshash, yaxshaga o'xshashlarda buningda başkirish alomatida alamet başkirish alomati muqaddar taqdir qilinadi ve tushuntirish alameti mu takdir kılındı ama kesin cezbeli kağıda ahırdaki harf illet olan ilip taşındı. Mesela biz yaxşa desek yaxşa, Muhammedun yaxşa desek yaxşa, yaxşa inşallah yaxşa fiil muzari Muhammedun mubtada merfu alamet rafi ad-damme zahire. Yaxşa fiil muzari merfu, yaxşa fiil muzari merfu, alamet rafi az-zamme az-zahire alif. Alifte badab qaralgan zammini başka iş alameti deyimiz biz bir yerde. Çünkü bizim beşte başka iş yapılışta yaxşa fiil, fa'il, zemir mustatir, takdir huve, ya'udu ila Muhammed. Bulup yaxşa degan fiil, bunun digidiki zemir huve degan fa'il hemimiz qo'shilib cümle fi mahalli rafi xabar deb qaraladi. Anda da biz bunu yaxşa degan fiil muzari'ni başka ishlab keldi. Yine biz deb qo'ysak, yani bu yaxşa degan fiil hargizmi mubtadaning xabari bo'lganligi uchun biz bir yere başka ishlab keldimiz. Bunun xabarlik nuqtasini başka ishlab marfu qilishi fi mahalli rafi xabar deymiz. Bu yerda 5ta alomatul jazm, adatul jazm ve adatul nasb kelmaganligi uchun marfu qiladi fiil muzari. Anda da buningda nasblik holatimi taqdiran deb qaraladi. Nasblik holatimi. Masalan, Muhammedun lan yansa, Muhammedun lan yansa desak, aşağıda lan harfi nasba la mahalla min al-i'rab li'annahu harf yansa fil muzari mansub alamatun nasbi al-fatha al-muqaddara ala al-alif bo'ladi. Ama jazmlik holati jazmlik holati oxirgi harflardan tashlanishi bo'ladi, hazf harfi illa bo'ladi. Masalan, Muhammedun lam yansa, lam yansa emas, lam yansa. Muhammedun lam yansa desak, lam huruful cezme la mahallaha min al-i'rab li'annahu harf yansa fil muzari meczum alamatul cezme hazfu harfi illa. Oxirdagi harfi illaning tashlanganligiga asosan cezme qiladi. Oxirgi harfi illaning tashlangan mush fil lam degan harfi cezmelik alamda nima lam yansa desa hazf harfi illa. Oxirgi harfi illaning tashlanganligi niyabetin an sukun sekmizdo yoki alamatul jazm, jazmning alamati ana mushu. Endi anda bo'lsa alif bilan kelgan tugidi, va bilan kelgan tugida yad'u o'xshash bo'lganda, buningda alamatul rafi va alamatul jazmi va alamatul nasbi masalasi kelgan vaqtimizda mansublik holati oshkor keladi. Mansublik holati. Marfu'lik holati muqaddar bo'ladi. Meczumlik holati oxirgi harflardan tashlanish bo'ladi. Masalan,
Muhammedun yad'u desek, Muhammedun yad'u desek, Muhammed çağırdı yoki duo qildi desek, yad'u fil muzari marfu alamat ar-raf'i ad-damm al-muqaddara ala al-waw. Wa'da ba'da qalgan damma buni boshqa alamati. Ammo lan yad'u desek-chu, lan yad'u desek, yad'u ashada lan harfi jazm, harf nasba la mahalla min al-i'rab, yad'u يدعو فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة على الواو وهذا أشكال كأن فتحة ولده لم يدعو دسك يدعو لم يدعو لم حرف الجزم لا محل من الإعراب يدعو فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف إلا دايمز شوما واولن إلا لكوغن يدعو أخشاش من داخل الله يسمو أخشاش يحمو أخشاش من داخل الله دا bununda baş kiliş alameti takdiren damma buludu, nesbilik aleti zahiren buludu, pethe buludu, cezbelik aleti ahirki harfillerine, hazb harfillerine taşınış buludu. Anda olsa ahiri yavlen kegini ço, rema yermik okşaş, bu kanda kuludu degende yermik okşaş boğunun bu baş kiliş aleti takdiren buludu. Muhammedun yarmi degen goşaş. Yarmi fil muzari mezum alamet cezmi ad-damme al-muqaddara alal ya deymiz. Yani cezmilik altı harflerden taşınış oldu. Lem yarmi, lem yarmi. Lem yarmi eşede yarmi fil muzari mezum alamet cezmi hazf harfler deymiz. Ama nesbilik altı zahiren buludu. Len yarmiye, len yarmiye. Dep mana bunun nesbilik altı iniq aşkarı Fatha olab qiladi. Bu vaqtda musannif rahimahulloh bunday deydi. Va ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urib. Fal alifan wi fihi ghayr al jazm wa add nasb ma kayad'u yarmi. Warrat fihi man wi wahzib jazima salasahunna taqdi hukman lazima. Ahirda onun ahiri alif bo'lgan yansaga o'xshash yoki va bo'lgan yadga o'xshash yoki ya bo'lgan yarmiga o'xshash ya bo'lgan har qanday fe'l mu'tal deb tanildi. U fe'lni fe'l mu'tal deb tanildi. Fal alifan fihi ghayr al jazm. Bu fe'lda İlip kâgellerinde, ahirde alif kâgellerinde cezminin gayrini takdir kılın. Alif kâgen, yensağa okşaş, yakşağa okşalırda cezminin gayrini buldumda nasbe ve rabbi oldu, muşnun da onu niyet kılın, takdir kılın demekçi. Fel alifen ve fihi gayrel cezmi. Cezmilikinin gayrini onun da alif kâgellerdi. Fel alifen ve fi alif kâgellerdi yakşı okuş alif kâgen haletinde cezminin gayrini mukadder badab qaran de mesela lem yansa mukadder lem yansa mukadder ama cezmilik halette harfle taşınadı. Vabdi nasbe ma kayad'u ve yarmi yad'u ve yarmiga o'xshashlarning nasbisini aşkarlan. Mesela yad'un lan yad'u ve yarmini lan yarmiya deb buning şu yad'u yarmiga o'xshashlarning shunqilish alomatini aşkarga keltirib buni biz deb bo'ldik. Warrat fihi man wi wahzib jazima salasuhunna taqdi hukman lazima. Ushkista yad'u ve yarmiga o'xshash bo'lgan yad'u ve yarmi degan bu ikki tilda boshqilish holatini badab qaran taqdir qiling va uchulisini jazm qilgan holatda jazmlik holatda ularning uchulisini tashlab alifni voni ya'ni jazmlik holatda ularning vo ya'ni uchulisini tashlab o'tdim taqdir hukman lazima. Siz muhim bo'lgan bir hukmni hüküm kılgan bulursunuz. Xulasını sağ,
Demek ilib bilen, vav bilen, ya bilen mu'tal boğan fiil. Bu fiil baş kiriş cezmilik halette vu mu taşınıdı, ya mı taşınıdı, elim mi taşınıdı, lem yense, lem yermi, lem yed'u degan o'xshaydi. Ammo nasblik holatda alif bilan kelganning hammasining i'rob muqaddar badab qarladi. Yaxsha, lan yaxsha, lam ilib bilan kelganlarida ikki xil holatda, ya'ni lan yaxsha va yaxshada buni badab qaraldi. Endi bu bilan kelganlarida nasblik holatda badab qaraldi. Bu mana bizniki şu illetlik billah haqidagi ta'rifatimiz va tunishtirishimiz va undan boshqa endi mushuna o'xshaydigan pillarning hukmi mushu qatordan bo'ladi. Buni qo'shib qo'yganimiz yana biri oxirida fil shadda yashuddiga o'xshash, farra yapirga o'xshash bo'lib qolsa, bu oxirida jazmlik holatda fatha bilan keladi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.